og'ir mavzular ko'payib ketadi. Shuning uchun qo'rqib qolganman jonli efirdan. Keyin ketadi jala, mana videoni ko'rdinglarmi? Bitta bola, bitta qiz videosini montaj qilibdi. Bitta qizimda yubkada o'tirayotgan bo'ladi-da. Yubkada o'tirayotgan bo'lsa, keyin kadrni shu joyga olib turib, haligi nima deydi? Joy ko'rinib qoldi degan videoni tarqatib ketdi. Haligi ko'rinar degan gapim o'sha joyimni kallamni kesib, ani qizni popishdan chiqaryapti-da. Montaj qildi-da. Bir tomondan xafa ham bo'lib ketdim. Onang nimaga meni kallamni joyi o'sha yerdami dedim. Yubka orasidan chiqib ketdi kallam. Ko'rinmas degan joyimni kesib olibdi. 1 sekundlik videodan joyi kesib olgan. O'shaning uchun emotsiyalarga berilib gapirishdan ham qo'rqib qoldi odam. To'g'risida o'sha qiyin bo'lib qoldi. Bir Instagram yurg'izish, samimiy, litsemerlarga oson, haqiqiy samimiy ko'rinmas debdi. Ko'rinmas. Ko'rinmas debdi.